3000 so'mlik mana shu kichkinagina mini springlerni o'rtoqlar ko'ramizmi, eksperiment qilib, hozir ko'pchilik so'rayapti, buni nimaga o'rnatsak bo'ladi deb. Buni o'rnatish o'rtoqlar birinchi o'chirda o'zi archalarga, masalan, teparoqdan qo'yib qo'ysangiz bo'ladi yoki teplitsada zeliylar o'stiradigan bo'lsangiz, unga ham zo'r bo'ladi. Lekin ana bu mikroklimat emas, adashtirib qo'ymanglar o'rtoqlar. Bu yirik sepadi. Buni o'rnatish ham juda ham oddiy, oson. Qani ko'ramiz. Buning uchun bizga mana bunaqa pistolet kerak bo'ladi. Shuni tiqamiz-yu birinchi. Tiqib olib, ana, ko'ryapsizlar, mana endi bitta bosamiz, shuni. Bo'ldi. Teshildi. Ana tegida teshuv hosil bo'ldi. Ko'ryapsizlar, mana endi mana shu teshuvga mana shuni shundoq bosib qo'yamiz, bo'ldi. Voy, kuchim yetmayapti. O'zing boschi qani. Bitta qo'lda ozgina qiynaldik. Ana, chiqib ketib tushadi o'zi. Bo'ldi, mana shu holatda qo'yamiz. Ana endi buni yoqib tekshirib ko'ramiz. Qanaqa zaxlatar ekan yerlarni ko'ramiz. Hozir endi 1 metr tepadan pastda turibdi. Oddiy vodoprovodga ulagan holatimizda yoqib ko'ramiz. Xo'p. Ko'rayotganinglarda o'zini ham eshityapsizlar, zillab turibdi, lekin hozir sepgan masofasini ham birgalikda sizlar bilan o'lchaymiz. Mana yerlarimiz sekin zaxlashni boshlayapti. Ko'rib turganinglardek, o'zini tagiga ham anchagina suv tushiryapti. Xo'p, o'chiramiz. Ana endi buni qancha vaqt yoki necha metrga sepganini bitta tekshirib ko'ramiz. Endi qanday bilan o'chayman o'rtoqlar, har doimgidek 1, 2, 3 metrgina joy, ya'ni 6 metr diametr bo'lgan maydonni mana shunaqa qilib sug'arsa bo'lar ekan o'rtoqlar. Shu mahsulotlarimiz ham bor sotuvda, kerak bo'lsa kelaverasizlar, o'zingizlar ham bemalol shunday mashinalankani tortasizlar, 16 talik yoki 20 talik ishlankani shunday tortib turib, mashin bilan shunday o'rnatib bechsanglar bo'ladi. O'rnatish ham juda ham oddiy, oson. Va to'g'ridan to'g'ri biz hozir qayerga ulaganmiz? Mana mashinalankamizni vodoprovodga ulab qo'yganmiz. Ko'ryapsizlar, ulanishlari ham juda ham oddiy, oson. Push fittinglarimiz ham bor o'rtoqlar. O'zingizlar bemalol o'rnatib olsanglar bo'ladi.